Bismillahirrahmanirrahim. Noldan tayyorlanishini ko'rsataman. Rishton oshi noldan zaytun yog'ida. Dumba ham qo'shamiz ozgina. 1:1. 350 gram yog', dumba, 50 gram zaytun yog'i qo'shamiz. Go'shtimiz 1 kilo, piyoz va 1 kilo sabzi. Yog'ni olib, alifkani shu paytda qo'shilsa, dumbaning hidi kelmaydi. Albatta suyak. Piyoz tashlaymiz. Piyozni shu rangida go'shtimizni tashlaymiz. Go'shtini mana shunday qilib qizartiraveramiz, akalar. Sozini tashladik, akalar. Sozimizni ham uzoq kovlaymiz. 1 kilo sabziga 35 gram, 40 gram tuz beramiz. Sabzini mana shunaqa qilib yaxshilab qizartiraverasizlar va shu holatda 2 litr suv qo'yasizlar. Oshga suvni ko'p qo'ygandan kam qo'ygan yaxshi. Agar suv ko'p bo'lib qolsa, agar suvni olaman desalaring, yog'ini ham ko'tarib qo'yasizlar. Agar suv kam bo'lsa, jinni qaynoq suv qo'yib yuborishlaring mumkin. Cho'ng'ara guruchimiz ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Suv qo'yamiz bunga. Qo'llaringni bir bo'g'ini suv qo'yaverasizlar. Cho'ng'ara guruchi ko'taradi suvda. Damlash jarayonida ham 20 gram alifka yog'imizdan qo'shib yuboramiz. Zaytun yog'i qo'shilgan oshimiz tayyor akalar. Mana buzyapmiz. Yo Allohi karim. Hammalaringni Rishton oshiga taklif qilamiz, kelaverasizlar akalar.